Assalomu alaykum YouTube kanalımıza obunachilari. Yana bir uston olib kelamiz. O'zlarimizning Bag'at tumanida bo'ldi. Kukunli mebel uston olib ketib berdik. Kukunli mebel bilan sizlarni qisqacha tanishtirib o'taman. Общий 7 metr bo'ldi kukunli mebelimiz, balandligi 3 metr bo'ldi. Dapatolog ishlab berdik. Polni devordan devorgacha mebelimizni to'ldirib ishlab berdik. Ko'rishingiz mumkin, kukunli mebelimiz 1 metrni 3 million so'mdan ishlab berdik. Balandlik qismi 40 cm, o'rta qismi 1 metr. Pastki kısmı 85 cm bo'ldi. Общий 7 metr bo'ldi. Kukunli mebelimiz. Dan kısmına shunday shkaf taqlab berdik. Pastki kısmına peshga turadi. 60 ga 60lik. Balandki kısmına mikronovka peshga turish uchun joy qoldirib ketdik. To'plarni chiqarib, yetib shkaf ishlab berdik. Ko'rishingiz mumkin. Berimiz hali remontdan bitmagani uchun plonka qismlarini olmadik. Plonkasini olsak, eng yaxshi shisha tovardan akrillarni ishlab berdik Aksiyetda. Ko'rishingiz mumkin, ikki qatordan poycha qildik. 100% pulqa plastik bo'ldi. Mexanizmlari Turkiyaning Samet firmasidan eng yaxshi mexanizmlarni qo'yib berdik. Biz mexanizmga 1 yil garantiya qo'yib beramiz. Agar mebelimiz o'sha mebelga 1 yil garantiya bo'ladi. Agar mexanizm tushib yo bo'lmasa stol qismi shishib qolsa, besplatniy servislarimiz bo'ladi. Stollardan kelsak, eng yaxshi stollardan Eron stollaridan qo'yib berdik. Indef stollardan o'rta qismına fartuqlarni qo'yib berdik. Korpus qismi ponni indefdan bo'ldi, laminatdan ishlamadik. LED lampochkalarni qo'yib taqlab berdik. Bellarida vitishka uchun 90lik vitishka uchun joy qoldirdik. Pastdan 90lik gaz plita uchun joy qoldirib berdik. Hali bitoy texnikalari olinmadi. Agar mabodo shu anlarga yo'llarimiz tushsa, ponni bitgandan keyin, remontlari bitgandan keyin yana bir videolarni tashlab beramiz. Ko'rishingiz mumkin. Mo'ykalarni eng yaxshi mo'ykalardan, full mo'ykalardan, ko'p funksiyali mo'ykalardan qo'yib berdik. Balandchi qismidan shu shilkalarni balandlarni polkadan taqlab berdik. Mexanizmlardan kelsak, tandem bo'ldi. 100% ichki qismlari ham indefdan bo'ldi. 30-40 kilogacha ko'taradi. Bellarni bonus sifatida shu musor idishlari, shu shilkalarni qo'yib berdik. Bellarida xalandelik uchun joy qoldirdik, katta xalandelik uchun. Balandlikni shunday deb mebel bilan bir xil qo'shilib ketdi. Mebelimiz chot ko'rib chiqdi. Hamma eshiklari standartli bo'ldi, dapatolog ishlab berdik. Ko'rishingiz mumkin. Kimga shunday mebellar kerak bo'lsa, arzon sifatli o'zlarimizga murojaat etaverasiz. Telefon raqamlarini ekranda qoldiraman. Ofisanida kommentariyada qoldiraman. Bemalol telefon zakaz berishingiz mumkin. Ashxona mebellar qarab yurgan tanishlarimiz bo'lsa, arzon sifatli, ishonchli bo'lsa, odam qarab yurgan bo'lsa, mebelchi bemalol telefon zakaz berishingiz mumkin. Shu videoni shularga jo'natib qo'ysanlar, manfaatli video bo'ladi. Bemalol telefon zakaz berishingiz mumkin. Kanalga obuna bo'lib qo'ysanlar, keyingi videolarda o'tiraverasizlar.